Ishqobil Shukur. Pul sanayotgan odam. Faqat pul, deya kuldim men. Biroq bir lahza o'tmay sezib qoldim. O'zim ham pul haqida o'ylayotganimni. Ishikawa Takuboku. Epigraf. Bugun uning tug'ilgan kuni. Tasodifni qarangki, uning qizi ham aynan shu kuni, iyunning 17-sida tug'ilgan. U bugun 27 ga, qizchasi esa 7 yoshga to'ladi. Uyda qo'shaloq bayram. Qancha do'st yorlar ularni tabriklagani kelishadi. Ayniqsa qizchasi rosa yayraydi. Sho'x shaddod, bir gapirib 10 kuladigan bu qizaloq har gal yangi yil bayramidan so'ng "Mening tug'ilgan kunim qachon keladi?" deb so'rayverib, ota-onasini bezor qilib yuborgan. Ular uchun yilda 2 marta bayram bor. 31 dekabr oqshomi va iyunning 17-si. Xotini ertalab unga tort olib kelishni tayinlagan edi. Qizga atalgan sovg'alarni ular tunov kun xufiyona tayyorlab qo'yishgan. Bu sovg'alarni ko'rgan qizaloq yer-u ko'kka sig'may qoladi. Ayni shu kuni qizni juda baxtiyor, shod-u xurram ko'rish maqsadida u keyingi haftalar ichida tinmay yelib yugurdi. Kechani kunduzga urib ishlab, mablag' to'pladi. U metroning o'zi yurar zinalaridan pastga tushayotganida betoqatlik bilan juda shoshilayotganini his qildi. Lekin nima uchun shoshilayotganini o'zi tushuna olmadi. Kechada hali vaqt ko'p, hammasiga bemalol ulguradi. Shunday bo'lsa-da, ichki bir bezovtalik, ruhiy notinchlik uni g'ayri-ixtiyoriy tarzda shoshiltirardi. Qayoqqa? Nimaga? Nima uchun? U bu savollarga o'zidan javob topa olmasdi va javob izlashga toqati ham yo'q edi. Aksiga olib metroga tushgan zahoti u boradigan yo'nalishdagi poyezd g'izillab jo'nab ketdi. Mabodo u shu poyezdga ulgurib qolganida, bekatga bor yo'g'i 15 soniya oldinroq yetib kelganida, hademay o'zi tushib qoladigan zalolat o'pqonidan qutulib ketarmidi balki. U poyezd yo'lining lahmga kirish joyida tepaga o'rnatilgan elektr soatga qaradi. Keyingi poyezd kelguniga qadar hali 5-6 daqiqa kutish kerak. Xuddi shu 5-6 daqiqa unga cheksizday tuyuldi. Tablodagi soatda esa zarhal nurlar bilan yoritilgan raqamlar imillashib, bir-birlariga navbat berardilar. Lahzalar o'z yukini torta olmay, adashib, holdan toygan karvon kabi ivirsir edi. Shu 5-6 daqiqa o'tmay qolsa-ya, vaqt xuddi 5-6 daqiqaning ichida tinimsiz aylanaversa-ya, degan gumon uning ko'ngliga yoqimsiz xavotir solib o'tdi. U kecha qaysidir oldi qochdi gazetada vaqtning to'xtab qolishi, vaqt jarligi haqida allambalolarni o'qigan edi. Unda aytilishicha, vaqt jarligiga tushib qolgan odamlar vaqtning boshqa o'lchamlarida yashashar va g'aroyib holatlarga tushib qolishar ekan. U bahaybat marmar ustun yonidagi yog'och o'tirg'ichga borib, omonatgina o'tirdi-da, yana nazorat soatiga qaradi. Hali 1 daqiqa ham o'tmabdi. U marmar ustunga suyangan ko'yi uzun oyoqlarini oldinga uzatib, shimining o'ng cho'ntagidan bir bog'lam pul chiqardi-da, agar pul sanab o'tirsam, vaqtning qanday o'tganini sezmay qolaman deb o'yladi. Nima qilibdi? Bu ham bekorchilikda, yana bir bekorchilikda. Bog'lamdagi pullar yuztaliklar edi. U sanay boshladi va pul sanayotganda ich-ichida qandaydir zavq-u shavq paydo bo'lib ketayotganini sezdi. 1100, 1200, 1300. U uzatgan oyoqlarini yig'ib, boshini kelishgan keng yelkalari orasiga tiqib, yarim engashgan holda tirsaklari bilan tizzalariga tayanib pullarni sanardi. Sanash jarayonida undagi bezovtalik va betoqatlik o'rnini allaqanday hirsiy surur egallay boshladi. 5600, 5700, 5800. U metro bekatida navbatdagi poyezdni kutayotgan odamlarga, bir-birlariga hazil-huzul qilayotgan yigit-qizlarga, yo'l-kira haqqining ko'tarilishi haqida kuyni bidirlashayotgan ayollarga e'tibor ham qilmay qo'ydi. 9700, 9800 va nihoyat 9900 so'm. U pullarni tekis taxlab, bir bog'lam qilib bog'ladi-da, pul changallagan qo'lini havoda 2 bor silkitib qo'ydi. U yana soatga qaradi. 3 daqiqa o'tibdi. Poyezd yana 2 daqiqalardan so'ng keladi. 9900. Qariydi shu pullar 90 000 bo'lib qolsa. U sanayversa, hech charchamasa. Axir pul sanashdan ham odam charchar ekanmi? Chunki pul sanashning ham o'z zavqi bo'ladi. Pul sanayotganingda o'zingni odatdagidan kuchliroq his qilasan.
yo yana sanasammikin? Bor pulini sanab bo'ldi. Boshqa sanaydigan sariq chaqasi ham yo'q-ku. Bordi-yu, shu pulning o'zini qaytarib sanayversa-chi. Kelgan joydan 9900 ning ustidan 10 mingdan boshlab sanab ketaversa-chi. Axir bu o'z-o'zini aldash emasmi? Yo'q narsani bor deb xom xayol qilishdan ne naf? Nima qilibdi? Bu ham bir o'yin, bu ham bir ko'ngilxushlik. Odamlar bo'sh vaqtlarini karta o'ynab ham o'tkazishadi-da. U pul sanab o'zini o'zi xursand qilsa, buning birovga ziyoni tegarmidi? Ha, bu ham bir o'yin. Vaqtni tezroq huzur bilan o'tkazish uchun shunchaki bir o'yin. Qolaversa, pul sanayotganda uni qiynayotgan betoqatlik yo'qolib, qaytanga ko'ngli yorishib, ko'zlari yashnab boryapti-ku. U bog'lamdagi pullarni yana bir boshdan qayta sanay boshladi. 10 ming, 10.100, 10.200, 10.300. Uning yoniga o'rta yoshar bir ayol kelib o'tirdi. Ko'rinishdan ayol shaharga mehmonga kelganga o'xshar edi. Ayol yigitdan Bodomzor bekatigacha qanday boriladi deb so'radi. U ayolning savolini eshitmadi, hatto uni payqamadi ham. Ayol poyezd yo'nalishini boshqalardan so'rab bilish uchun o'rnidan turib nari ketdi. 17.300, 17.400. Shu payt poyezd guvillab keldi. Bekatda to'xtadi. Moviy rangli vagonlarning barcha eshiklari baravariga ochildi. Metro bekati bo'ylab yoqimli ovoz taraldi. Paxtakor bekati. Yo'lovchilar urinib-turtinib poyezdga chiqa boshlashdi. U esa uzun barmoqlar orasidan ketma-ket sirg'alib chiqayotgan pullarga qarab, yana ozgina qoldi. Endi sanab oxirigacha yetkazay, deb sanashda davom etdi. Yoqimli ovoz yana ta'kidladi. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat. Mayli, ketaversin. Hali uning vaqti ko'p. Keyingi poyezd bilan ketadi. 19.700, 19.800. Poyezd jo'nab ketdi. U esa o'yinni to'xtatishni sira istamasdi. Allaqanday noayon zavq va surur uning butun vujudini egallab, ixtiyorini irodasidan tortib olayotgan edi. U o'zini to'xtata olmadi. O'sha bir bog'lam pulini yana bir boshdan sanay ketdi. 19.920 ming. Qaniydi, u pul sanashdan sira to'xtamasa, sanayversa, uning pullari millionlardan, milliardlardan ham oshib boraversa, u sanayversa. Jonning rohati ekan-ku bu o'yin. 24.300, 24.400. Poyezdlar har 5-6 daqiqada uni chorlab, har ikki yondan guvillab o'taverdilar. Uning esa o'rnidan qo'zg'algisi ham kelmasdi. U muk tushgancha o'z mashg'ulotini davom ettirar edi. 55.100, 55.200. Uning dimog'iga gupillab atir hidi urildi. Bir nozanin chap yonidan kelib, unga tiqilibroq o'tirdi. Shunda uning xayoli bir chalg'idi-yu, yana pul sanashga tushib ketdi. Boshqa payt bo'lganda-ku, u qizga albatta e'tibor ko'rsatardi. Mulozimat ham qilib qo'yardi. Axir 27 yoshli har qanday yigit qo'ltig'i ostidan turtinib kelayotgan bir suluvga qarab qo'ymay iloji yo'q. Lekin u hozir chalg'imasligi kerak. 251.200, 251.300. U tobora avchiga minar va o'zi qilayotgan ishidan juda rohatlanardi. Endi u puli bor yo'g'i 9900 ekanligini ham unutib qo'ygandi. Uning vujudini, ruhini, ongini huzurli bir vasvasa butunlay egallab oldi. 3.150.100, 3.150.200. Kunlar ketidan oylar, oylar ketidan yillar o'tib boraverdi. Poyezdlar kecha-yu kunduz bir-birlariga qarama-qarshi tomonga guvillab o'tishar, ushbu bekatda bir to'xtab, nafas rostlab, yana o'z manzili sari shamolday tinimsiz yelar edilar. Bora-bora hech kim, hatto metropoliten xodimlari ham bekatda o'tirg'ich ustida muk tushgan kuyi pul sanab yotgan odamga e'tibor qilmay qo'yishdi. U atrofdagilarni butunlay unutdi. Atrofdagilar esa uni esdan chiqarishdi. 90.132.700, 90.132.800. U pul sanay turib, o'zining tobora kuch-qudratga to'lib borayotganini, endi bir hamla bilan juda ko'p narsalarga ega bo'lishi mumkin ekanligini chuqur his etardi. Bu esa uni yana va yana sanashga undardi. 10.250.200, 10.250.300. U barmoqlar orasidan o'ynab chiqayotgan son sanoqsiz pullar timsolda haybatli qasrlar va koshonalarni, avtoyo'llarda oqqushday suzib borayotgan eng qimmatbaho avtomobillarni, shohona bazmu jamshidlarni, unga sehrli ishvalar va
diltortar nozlar hadya etayotgan, bittagina imosiga ilhaq turgan nozanin oyimchalarni, xullas, uning ko'ngil istaklarining mukammal ijobatini ayon ko'rardi. Egalik va hukmronlik hirsi uni yuksaklarga ko'tarar va mamnun etardi. U o'zini shu dabdaba-yu asasalar, kibru havoyu vasvasalar ustidan yagona hukmronday sezardi. 50 milliard 575 million 220 ming 300. 50 milliard 570 million 220 ming 400. Uning soch soqollari oqarib, yuzini ajinlar qopladi. Ko'zlaridan nur keta boshladi. Necha yillar o'tibdiki, u metroning rutubatli bir bekatida sipsilliq o'tirg'ichida o'tirib, kecha-yu kunduz uyqu betini ko'rmasdan tobora semirib ketayotgan raqamlarni sanardi. Avvalgi rohat, huzur, zavq-shavq va nafsoniy surur endi uning og'ir va mashaqqatli mehnatga aylanib borardi. U hovliqib, hansirab, go'yoki eng muhim ishga ulgurolmay qoladiganday shoshilib sanardi. Endi u nimaga, nima uchun va qanday maqsadda pul sanayotganini o'zi ham bilmasdi. U o'z hayotini yo'qotib qo'yganini ham anglay olmasdi. Faqat sanashi kerak. Sanasa bo'lgani, sanashda to'xtasa bas. O'ladi. Tamom bo'ladi. Butunlay yetib ketadi. U buni yaxshi biladi. U o'lmasligi kerak. Poyezdlar goho chinqirib, goho guvillab uning ikki tomonidan yelib o'tishar, millionlab yo'lovchilar yer ostidan yer ustiga qarab shoshilishar, metro lahimlariga qamalib qolgan shamollar tashqariga, tabiat va hayot sari intilishardi. U esa o'zligini unutib, qartayib qolgan barmoqlari bilan pul sanardi. 300 milliard 50 million 231 ming 300. 300 milliard 50 million 231 ming 400. Bir kuni u o'ziga kulimsirab tikilib turgan bir bolaga e'tibor qildi. 7 yoshlar chamasidagi bu bolaning beg'ubor chehrasida hayoti barq urardi. Uning katta samimiy ko'zlari chiroyli kulib turardi. U shunda o'zini unutib yuborgan, bir paytlar o'zi yashab ko'rgan o'zga bir hayot, boshqa bir olam bor ekanligini g'ira-shira eslaganday bo'ldi. Qotib qolgan ko'nglida nimadir qo'zg'aldi. Lekin changaldagini titilab, idrab qolgan pullarga ko'zi tushishi bilanoq tag'in o'z ishiga kirishib ketdi. U yana hisobdan adashmadi. Mabodo shu damda sanoqdan yanglishib ketganida. Yo'q, u chalg'amasligi kerak. Boshqa hayot bo'lsa bordir, ammo uning ishlari ko'p. Allaqanday mayda-chuydalarga chalg'ib, o'z vazifasidan kecholmaydi. U kundan kunga qartayib, tobora kuch madordan qolib borardi. O'tirgan holatda ham uning oyoqlari dirillab, pul sanayotgan qo'llari qaltiraydigan, beli va yelkalari zirqirab og'rib, azob beradigan bo'lib qoldi. Uni rutubat va uqubat yemirib borardi. Va nihoyat bir kuni uning qulog'iga kirmay qo'ygan o'sha yoqimli va jozibali ovoz nogahon yangradi. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Xalqlar do'stligi. Poyezd vagonlarining hamma eshiklari taqataq yopildi. 900 milliard 900 million 900 ming 900 so'm. U pul sanashning oxiriga yetgandi. U bir bog'lam 100 so'mliklarni qoqsuyak qo'llarida changallagan ko'yi atrofiga alangladi va boshqa bir olamga tushib qolganday ichida hayrat ham, iztirob ham baravar uyg'onganini angladi. U sanashdan to'xtagan edi, ammo bu paytda poyezdning barcha eshiklari yopilib qolgan edi. U bahaybat marmar ustunga suyangan holatda hushidan ketdi. Birozdan so'ng u olag'ovur tovushlar ichida g'ira-shira o'ziga keldi. Kimdir ta'assuf bilan tanna qilardi. Shunday qarib mulkillab qolgan cholning bir o'zini ko'chaga chiqarish insofda emas-da. Yana kimdir unga qo'shildi. To'g'ri aytasiz, bu o'zbekchilikdan emas, o'g'limi, nabirasimi yonida yursa bo'lmaydimi? Tag'in achinish ohangida bir ovoz eshitildi. Kim biladi deysiz? Balki sho'rlik qariyaning o'zidan boshqa hech kim yo'qdir. Bo'lmasam, bir o'zi o'ligini sudrab metroda yurarmidi? Yana birov gapga qo'shildi. Bechora chol metrogacha qanday keldi ekan? Rangini qarang, paxta deysiz. Bir tomchi ham qoni yo'q. Soqoli bilan yuzining rangi bir tus bo'lib qolibdi. Yoshi ham 90lardan oshgan ko'rinadi. U esa o'zicha g'udranardi. Qanaqa 90? Axir bugun 27ga to'laman-ku. Qizim 7ni to'ldiradi. Bugun ikkovimizning ham tug'ilgan kunimiz. Kechqurun uyimizga mehmonlar kelishadi. Hozir bozordan tort olishim kerak. Shoshilmasam bo'lmaydi.
u o'rnidan turmoqchi bo'ldi va bir qo'zg'aldida ingrab jon berdi. Uning qoqsuyak, rangpar qo'llari bir bog'lam uvada 100 minglikni 9900 so'mni mahkam changallagan holatda qotib qolgan edi.